Bugün hayat tecrübelerimizni ortaklaşıp bakaylımı? Muşkemgacha yakunlagan hayat tecrübelerim ichida eng muhimi shu bo'pti. Hech ishqa oldirab bo'lmaydi ekan. Biz oldiraydi ekanmiz, har ishning bo'ladigan, natija beradigan o'z oldiq bir vaqti bo'ladi ekan. Shuning uchun birinchidan psixik chekimizni chuqurroq tangsak, bir ishlarga sezgirlashib, yo'qlang sabablarga aramsizlanib yurmaydi ekanmiz. Ondan ishlarni ig'ir besiq ham editlik oldi bir tarafga qilib bo'ladi ekan. Ikkinchidan ishlarda o'nim qo'g'lashib, oldirash tabiiy qonuniyatga uyg'un kelmaydi ekan. Balki o'z ritmida oldirmay qilish farosat sanaladi ekan. Shunga ko'nalar oldirgan yo'lda qola debdi ekan. Uchinchidan natijaga oldirash bilan jarayonga sal qaraydigan, inchikoliklarga e'tibor qilmaydigan bo'lib qoladi ekanmiz. Bilsak azizim, natija shu uzun jarayondagi har bir qadamning yig'indisi bo'lib vujudga chiqadi ekan. Oldirgan nada, oldirmaganning keynida. To'rtinchidan, oldirang'uliq bizning nishonga yetish jarayonidagi har xil qiyinchilik ham to'salg'ular oldida tamtiraydigan, ishonch qilolmaydigan ham suhbatdan bakrak son qo'g'lashadigan qilib qo'ydi ekan. Bu ehtiyot qilishga tegishli bir masala ekan. Beshinchidan, bizning tirishchanligimiz natija uchun zarur shart ekan. To'liq shart bo'lishi notayin ekan. Boshqacha qilib aytganda, natija uchun tirishmasak bo'lmaydi ekan, ammo tirishsaqlar cho'qim natija chiqadi deyolmaydi ekanmiz. Chunki taqdirning o'rinlashtirishi oldida insonning hamon ojizligi bo'ladi ekan. Ilgirgilar qum yig'ilsa tog' bo'lar, 100 chaqirimlik yo'lning 90 chaqirimini bossang, 20ni bosgan bo'lasan degandek hikmatlarni bizga shunga qoldirgan ekan. Xulos qilsak azizim, ishonch haqida umidni har bir qadamimizga singan astoydillik ham sijillikdan ko'rish kerak ekan. Men pishib yetilishingizga hamroh bo'luvchi notanish do'stingiz Gulara. Shu qarqa hayot tajribalarim sizga manfaat bo'lsin.